yangi davlat subsidiyasi qo'llanilyapti. Agar uylaringizga quyosh paneli quymoqchi bo'lsalaringiz, Energy Market orqali uylaringizni arzon tashlaysizlar, onlayn tavsiya etiladi. Bu arzonlar avtomatik bankka borib tushadi. Bank sizlarga hozir qulaylik bo'yicha banklarga kelmagan 5% kredit foizini kamaytirgan holda kredit beradi. Masalan 5 kilovat quyosh paneli qursalaringiz endi siz orqali xalqqa ham shunga etkazishni maslahat beryapmiz, taklif beryapmiz. 5 kilovat quyosh paneli qursalarni sizlarga 18,5 millionga borib tushadi. Aslida narxi 26 million bo'ladi 5 kilovatga. Qolgan 2,5 millionni davlat o'sha qo'yib bergan sarxonlar bilan Samarqand viloyati shartnoma qilgan sarxonlarga davlat tomonidan subsidiya to'lab beriladi. Sizlarga 18,5 millionga 5 kilovat quyosh paneli tushadi. Kreditni oynaydi. Kreditni ularga kreditni qizig'i yo'q. Siz xohlasangiz kredit to'laysiz, xohlasangiz 18 yildan to'lashni mumkin. 2,5 million davlat tomonidan sizlar uchun nimaga to'lab beriladi? 2,5 million. Ha. Necha yilga? 5 yilga. 5 yilga. Bank krediti 5 yilga. Yigirma foizdan beradi. Islomat shahrida 20 foizdan yurtishasi 20,5 subsidiya 5 kilovatdan 20 kilovatgacha bo'lgan narsaga qo'llaniladi.